Rasulullohga tanlash imkoni berildi. Allohning huzuriga borishni tanladilar. Endi nima qilamiz? Bu kunni ko'rmay o'lib ketsam yaxshi edi. Rasululloh qazo qilibdilar. Rasululloh o'libdilar. Rasululloh qazo qilibdilar, Umar. Nimalar deyapsizlar, sho'ringiz qurgurlar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ldi deganning tili uzilsin iloyim. Yo'q. Bu rost. Mo'minlar onasi Oyshaning uylaridan shu xabar chiqdi. Yo'q dedim. Rasululloh o'lmaganlar. U zot Musa ibn Imron kabi Robbilari bilan gaplashgani ketganlar. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهب حي على O'layotganimizda jonimizda farishta oladi-yu. Tug'ilayotganimizda nimaga farishta bo'lmaydi desa, bo'ladi-yu, onang bor-ku deyishga. Вот сейчас четко вписался бы наши أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياة وهمها Nima uchun alhamdulillahi robbil alamin Parvardigor o'zingga hamd bo'lsin deya olmaymiz? Qancha odamlar bor uyi yo'q. Qancha odamlar bor oilasi yo'q. Ishi yo'q, ko'chada qolgan. Seni hayoting
o'zini maromida ketyapti. Bu nima bu? Ne'mat bu.